O'ylayman, 46 yoshdaman. Xo'jayinim rahim qolmasa, 48 yoshdaman. 3 ta farzandim bor, Xudoga shukr. Bir o'g'il, 2 qizim bor. Kattam ismlari 28 yoshda Nargiza Xolmo'minova. Kichkinam Xolmo'minova o'g'il shot 25 yosh to'ldi. O'g'lim nasib bo'lsa bu yil 10-sinfda o'qiyapti. Xudoga shukr, mana shuncha qildim. maktabda o'qishdimlar. O'qidi. O'zimizni bergan onga yakka tartibda o'qitdi, domlalar yo'lladik. Vaqtida buni ko'pchilik bilardi. Topshirganlarim bo'ldi. Faqat oyoq ishlamasligi. Hozir kuchim bor. O'lgunimcha boshimni ko'tarib anaqa qilaman. To Xudo 5 kunligimda necha kunligim bor qolgan bilmayman, lekin shungacha qariman deb niyat qilganman. Topshirmadim. Yurmasa ham meni bolalarim ko'plar. Hayvonot bolalarini hech qachon yerga tashlamay, shuning uchun ham tashlamadim men ilk farzandim. Xudoga shukr qildim, sabr qildim. Mana-ki turmush qilgan 30 yil bo'ldi. Ko'taraman. Bolalarimda. Ko'tarmasam kim ko'taradi? Aravachalar bormi? Elektr aravacha yaqinda berishdi, shu bir oyda ochdi. O'sha yelkamga ko'tarib olib, ikkalasini ham birini qo'yib birini ko'tarardim. Shu kel yozda insult o'tkazdim. Shu yurakka nagirsiga tushash dadasi yo'q paytda. Ana shu qanaqa qilib turaman, dadasi bo'lgan paytda o'zlari yordam berardi, yo ukasi. Ro'zg'or nima hisobidan tebratyapsizlar? Ro'zg'orda shu ikkalasining pensiyasi. Bir molni qaynam berib qo'yibdi. Bolam sog'ib chiqib, bolalarga bir qoshiq bo'lsam, oq bo'lsin, anaqa qilmagan. Mayli senda bo'lmasa, menda bor-ku, anaqa qilma. Ertaga bir kun nasib bo'lsa, orqangda oftob chiqadi, ertaga bitirsam, uylantirsang kelajakda deb shularga 3 yildan beri bir yakka xona qilib chiqaraman deyman, solib deyman. Biror bir rahbarda yoki qaysidir idorani eshigiga sharoitingiz bo'yicha murojaat qilganmisiz? Yo'q. Hech qaysi anavilarga, tashkilotlarga ham, idoralarga ham bormaganman. So'rab bormaganman, lekin o'zlari mahallaga kelib izlashib turishadi. Uyda kompyuter bormi? Bor. Tuman hokimimiz bergan. Chok mashinachi? Tikish mashinani ham o'zlari berishgan. Tika olasizmi? Tik olaman. Gulbahor opa, nima so'rashlaringiz bor bizdan? Men hech kimdan hech narsa so'ramayman. Faqat Allohdan so'rayman men. Faqat farzandlarim sog' salomat boshimda omon yursa bo'ldi. To'rtinchi sog'ib, el qator, elding farzandida yurishini Xudodan so'rayman faqat. Xudodan faqat sabr so'rayman. O'lgunimcha qarayman, boshimga ko'taraman ikkalasini. Undan keyin ayta olmayman. Ro'za oylarda ham har kun dasturxonni boshlab Xudoga iltijo qilib so'rayman, men oyoqlarimni faqat shu ikkalasiga bersin deyman. Xudodan shuni so'rayman. Boshqa narsa so'ramayman. Yaxshi oylarda yaxshi niyat qilyapmiz. Hammamizga shu narsalar nasib etsin. Shu qatorda mening ham farzandlarim bilan shunday to'ylab yurish nasib etsin. Alloh jonimni olgan kunimgacha topshirmayman bolalarimni. Alloh jonimni olgan kuni, omonatni topshirgan kunim ayta olmayman yaqin. Qishlarda mana shunday o'tinlarni olib beraman, o'zlari yoqib, issiqqina o'tirsin, shularni shamollab qolmasin, kasal bo'lib qolmasin deb. Mayli opa, sizga kuch-quvvat bersin. Qizlar, sizlarga sog'lik, salomatlik. Omon bo'linglar. Doimo Alloh panohida bo'linglar. Alloh shifosini bersin. Amin. Allohu akbar.
Hayır aka. Rahmat.